Terki bid'at. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa faziletlik Şeyh Salim el-Hilali hafizahullah'ın bid'at ve onun ümmetki sağan ziyanları risalesinden birinci kısım bid'at ve onun türleri kısmından terki bid'at temesini okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Terki bid'at. Alimlarning qarashiga ko'ra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü bilen sabit bo'lmagan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yaqinlashish maqsadida qilib bakmagan her qandaq amalni ibadet deb qilish Resulullah'ның sünnetiga ziddir. Çünkü sünnet fiili sünnet ve terki sünnet deb ikkiga ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qilishga qodir turuqliq qilmagan ibadetlerini terk etish sünnettir. Mesela hayit namazları ve cenaze namazları için ezan okuş, Allah subhanahu ve ta'ala'ni ulug'lash, Allah subhanahu ve ta'alaga yaqinlashish maqsadida qilingan taqdirdami jaiz emasdir. Çünkü bu namazlarning oldida azan okumaslik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin terk etişi sebeplik şekillengen sünnettir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazlarning oldida azan o'qishga qodir turuqliq unda qilmagan. Şuna bunu qilmaslik sünnet, qilish bid'atdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerimi bu nuqtani cho'nqur tushungan. Öz navbatida bayon qilingandek bu to'g'risida sahabelardan Allah ulardan rozi bo'lg'ay nurg'un hadislar rivoyat qilingan. Yuqorida bayon qilingan terki sünnetga aloqador qoida turli dalillarga asosan chiqarilgan. Dalillardan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadetini ügengilik egen 3 adam to'g'risidagi hadisdir. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki 3 kishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayollarının o'ylariga kelib, ulardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadeti to'g'riliq so'radi. Ular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadetinden haber tapqandan keyin onu az görüp Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ilgiriki ve keyinki günahlarını kechirgan tursa biz qandaqmı onunğa yetişalaydiq deyishdi. Ularning biri men hamisha kechicha uxlamay namoz o'qib chiqaman dedi. Yani biri men hamisha roz tutaman, hergizmi ig'izim ochiq yurmayman dedi. Yani birisi men ayollardan yiroq bo'laman, hergiz o'ylanmayman dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelib ularga mundaq degan kishilar sizlarmi? Allah bilan qasamki men Allohdan sizlardan bakrak qo'rqaman ve en taqvodarman. Men ba'zida roz tutaman, ba'zida tutmayman. Kechisi hem namoz o'qiyman, hem uxlayman. Xotinni olaman. Kimiki mening sunnatimni tark etadigan, u mendan emas dedi. İmam Buxoriy ve İmam Muslim rivoyat qilgan. Bu uchaylan aslida durust bo'lgan bir ibodatni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qilib bakmagan bir kayfiyatda qilishga uringan. Roz tutish aslida tashviq qilinadigan bir ibodatdir. Tahajjud namozimi asli güzel bir ibodatdir. İffetlik bo'lishmi eng so'yimlik, eng fazilatlik amallardandir. Ama asli dinda bor bo'lgan bu ibadetler to'g'risida mazkur uchaylan
bu ibodatlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilib boqmagan yoki shunda qilish haqida hech qanday ko'rsatma bermagan muayyan kayfiyat va sifatda qilishga uringanlikdan ularning bu ishi rad qilingan. Hafiz ibn Rajab rahimahulloh mundaq deydi: salaf bir ishni tark etishda ittifoqqa kelgan bo'lsa, hech kimning u ishni qilishi joiz emas. Chunki ular bu ishning qilinmasligi kerakligini bilganligi uchun bularni tark etgan. Izohat: salafning ilmining xalafninkidan ustunligi 31-bab. Izohat tugidi. Alloma Shanqitining Advaul Bayan nomli kitobidami mushiningga aloqador mazmunni ko'rgan edim. Bumu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tark etgan amalni tark etishning sunnat ekanligini kuchlantirmoqdadir. Chunki sunnat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'z, fe'l yoki sifat jihatlarda sabit bo'lgan amallardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan tark etilganligi aniq bo'lgan amalni tark etish, qilinganligi sabit bo'lgan amalni qilish sunnatga mukammal ergashganlikdir. Buning aksi bo'lganda bid'atning qovuqlarini talto'kis etib etkili bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning biror amalni tark etganligi to'g'risidagi hadislarni Ibn Qayyim rahimahulloh go'zal ravishda mundoq bayon qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amallarni tark etishi haqidagi hadislar ikki turlikdir. Her ikilisi sünnettir. Ma'lum bir ishni tark etgan, qilmagan şekildeki ifadeler. Mesela Uhud kuni şehit bo'lganlar haqidagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning jasadini yuymadi, cenaze namazını qilmadi degan şekildeki ifadeler. Hayit namazı haqidagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kuni azan o'qishqimi, iqomat o'qishqimi buyurmadi, yuqori ovozda kishilarni namozga chaqiribmidi degan ifodalar. Jamlab o'qilgan namozlar haqidagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki namozning orasida yoki har bir namozdan keyin tasbihat aytmadi degan ifodalarga o'xshash. Sahabeler radiyallahu anhumlarning hech qaysisining payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ma'lum bir ishni qilganligini rivoyat qilmasligi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ishni qilgan bo'lsa, sahabelarning xeyli ko'pi hech bo'lmasa birsi bo'lsa-mu bu ishni rivoyat qilishga cho'qim ahamiyat bergan bo'ladi. Agar sahabelardan hech biri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ma'lum bir ishni qilganligini rivoyat qilmagan bo'lsa, demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundaq ishni qilib boqmagan degan gapdir. Shuningdan keyin Ibn Qayyim rahimahulloh bu mazmunga aloqador bir qator misollarni keltirdi. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozni boshlaganda niyatni tilda talaffuz qilmasligi, namozdan keyin o'pcha duo qilmasligi shu misollarning qatoridandir. Ibn Qayyim rahimahulloh ondan mundaq deydi: demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tark etgan bu xil amallarni qilishni mustahab deb qarash sunnatga ziddir. Chunki uning bir ishni qilishi sunnat bo'lganidek, bir ishni tark etishi mu sunnatdir. U tark etgan bir ishni qilishni mustahab deb qarash, u qilgan bir sunnatni tark etishni mustahab deb qaraganga o'xshashdir. Bu ikisining orasida hech qanday farq yo'q. İmam Şatibi rahimahullah shundoq deydi: bid'at
dinda keyincha o'tirg'i chiqarilgan ish degan aniqlamaga asosan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilishga qodir turuqliq tark etgan ishlarni ibodat deb qilishmi bid'atdir. Bir odamning bir narsani o'ziga harom qilib yoki harom qilmagan holatda tark etishi shu tark etish sabablik bid'atchilikka sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni inson ba'zida shar'an halol bir ishni o'ziga harom qilib oladi yoki qasddan tark etadi. Bu holda bid'at kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Masalan, men bundan keyin issiq suvda tahorat olmayman. Menga tahoratda issiq suv harom deganga o'xshash. Bu xil tark etish yo shar'iy bir o'zra sabablik yoki boshqa sabablik bo'ladi. Agar inson shar'iy halol bo'lgan bir narsani e'tiborga ilinadigan ma'lum o'zra sabablik tark etsa, buning hech qanday xatosi yo'q. İnsanның bedeniga, aqliga yoki diniga ziyon yetkazadigan har qanday bir yemeklikni o'ziga harom qilishini buningga dalil qilish mumkin emas. Bu xil tark etish cheklanmaydi. Xatiri yo'q bir narsaning xatiri bor bir narsadan saqlanish maqsadida tark etilishimi shuningga o'xshash bo'lib, bu taqvodor kishilarning odatidir. Haramga tushib qolishdan saqlanish dinini, izzat, obro'yini qo'g'dash uchun shubhelik narsalarni tark etishga o'xshash. Masalan, lag'v, ya'ni quruq gaplarni to'la deb qolmaslik uchun ba'zi mubah so'zlarni tark etish degandek. Ma'lum bir harakat yuqoriqilardan boshqa bir sabab tufayli tark etilgan bo'lsa, undaqda ikki xil ahvol ko'riladi. Biri, bu tark etishda ma'lum bir diniy nishon ko'zlanmaydi. Ikkinchisida ma'lum bir diniy nishon ko'zlangan bo'ladi. Agar bir fe'lni tark etguchi buni bir diniy maqsad uchun qilmagan bo'lsa, behuda ish qilgan bo'ladi. Halbuki bu xil tark etishni bid'at deyishga bo'lmaydi. Masalan, bir odam hech qanday sababsiz men buningdan keyin olma yemayman desa, bu behuda ish bo'ladi. Ammo bid'atchilik bo'lmaydi. Chunki bu dinda keyincha o'tirg'i chiqarilgan ish emas. Ammo halol bir ishni, masalan, olma yeyishni o'zrisiz tark etguchi ya nuqul shu tark etishi sabablik ya Allah subhanahu wa ta'ala halol qilgan narsani o'ziga harom qilganligi sabablik osi bo'ladi. Agar shar'iy halol bir ishni tark etguchi bu tark etishida ma'lum bir diniy maqsadni ko'zlagan bo'lsa, mana bu dinda bid'at paydo qilganlik bo'ladi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala bizga halol qilgan bir ishni diniy bir maqsadda qasddan tark etish, shu ishni halol qilgan shariatga, hatto shariatni qo'yguchi Allah subhanahu wa ta'alaga qarshi chiqish demakdir. Tuvendagi oyat mushuninga o'xshash ishlar haqida nozil bo'lgan. Tarjimasi: Ey mu'minlar, Allah sizlarga halol qilgan pok narsalarni tarki dunyo bo'lish yuzidan o'zingizlarga harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah chekdan oshqichilarni haqiqatan yaxshi ko'rmaydi. Mazkur oyatda Allah subhanahu va taala avval halolni harom qilishni cheklab, orqadan bunda qilishning Allah yaxshi ko'rmaydigan haddidan eshish ekanligini aytgan. Demak, shar'iy o'zrisi bo'lmagan ahvolda Allah subhanahu va taala halol qilgan bir ishni qilishni o'ziga harom qilib olguchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatining sirtiga chiqib ketgan bo'ladi. O'z navbatida diniy maqsadda sunnatga muxolif bir ishni qilguchi sepi o'zidan bid'atchidir. Masalan, sovuq suvda tahorat ilishni taqvolik sanab,
issiq suvda tahorat edishni o'ziga harom qilib olg'ichi yuqorqi qoidaga asosan bid'atchidir. Mustahab yoki vojib bir ishni qilish istikini yo'qotquchini bid'atchi deyishga bo'lamdi deb savol so'ralsa, javobimiz shuki, buni ikki qismga ayirishga to'g'ri keladi. Birinchi, shar'iy ishlarni qilish istikining diniy bir g'oya sabablik emas, balki o'rinliq, bo'shanliq sabablik tark etilishi. Buning hukmi shu tark etilgan ishning dindagi o'rniga asosan bo'ladi. Vojibni tark etguchi gunohkor bo'ladi. Mustahabni tark etguchi gunohkor bo'lmaydi. Ikkinchi, shar'iy istaklarning diniy g'oya sabablik tark etilishi. Bunda qilish bid'atdir. Chunki buningda Alloh bekitgan bir ishning ziddini qilish orqali ma'lum bir diniy g'oyaga yetish nishon qilingan. Ashqun so'pilarning tasavvufda ma'lum maqomga yetgan odam diniy farzlarni ado qilmasimi bo'ladi degan safsatisini buningga misol qilish mumkin. Demak, bid'at xuddi shar'iy asosi borda ko'rinadigan, ammo dinda keyincha o'ttirg'i chiqarilgan bir yo'ldan iboratdir degan aniqlama boshqa bid'atlarni o'z ichiga olganidek, shar'iy halol bir ishni tark etish sababli kelib chiqadigan bid'atni mu o'z ichiga oladi. Al-i'tisam. Alhamdulillah. Yuqorida fazilatlik Sheyx Salim al-Hilalining bid'at va uning ummatga solgan ziyonlari risolasidan birinchi bob, bid'atning turlaridan tarki bid'at temasini oldinglar. Kelar qitimda ikkinchi bob, bid'at paydo qilish yangi shariat paydo qilganlikdir temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.